Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga katta chegirmalar e'lon qilingan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etishlarini so'rab qolamiz. Bizga bugungi video syomkamizda yordam beradilar Nizomiddin hoji akamizdan to'liq ma'lumotlarni olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz do'stlar. Nizomiddin hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat, yaxshi kelib Hoji aka, hozirgi kunda juda ham obunachilarimizga qulay bo'lgan narxlarda Centrum Holidays tomonidan yangi chegirmalar e'lon qilingan. Shularni bir qator aytib o'tsak, ya'ni hozirgi kunda Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda minglab ziyoratchilarimizni qalbidan joy olgan mana shu firmada ko'p chegirma e'lon qilinibdi. Mana shu chegirmalarimiz qaysi sanalarimizga qayerda mavjud? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, hurmatli hamshaharlar. Hozirgi kunda bizda dekabr oyiga, xo'p 14-dekabrgacha har kuni Toshkentda reyslarimiz bor. Farg'ona, Namanganda esa 14-dekabrgacha chegirmalarni e'lon qilganmiz. Mana shu videoda oxirigacha ko'rib borsalaring, narxlari sizlarga albatta manzur keladigan umiddamiz. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi, hoji aka? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari gastitsa oraliq masofalar va sayohat va ziyorat, ibodatlar shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Madinada gastitsalarimiz oraliq masofasi 200-250 metr oralig'ida bo'ladi. Makkada esa 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, qolaversa 14 kunlik umra safarimizda 3 kun Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom, 11 kun Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta o'zbek povurlarimiz tomonidan. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari sayohat va ziyoratlar ham yo'lga qo'yilgan. Mana shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Albatta, bizda 14 kunlik umra safarimizda 12 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor. Xo'p, bulardan Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmobog', Qur'on bosmaxonasi, bir qancha qo'shimcha ziyoratgohlar. Xo'p, Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz, Rojihiy ziyoratgohlarimizga ham tashrif buyuramiz. Albatta ziyoratlaring, tavoflaring 50 boshli hamrohligida bo'ladi. Xudo xolasa 14 kun mobaynida mana shu tajribali 50 boshlarimiz birgalikda hamrohlikda olib yurishadi, xudo xolasa. Do'stlar, tavsiya beraman, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Biz sizga eng ishonchlisini va garantiyalisini tavsiya qilishdan to'xtamaymiz azizlar. Xo'p, hoji aka, endi bir boshdan aytib o'tib ketadigan bo'lsak, ya'ni sanama-sana hozirgi kunda, ya'ni 12, 13, 14 sanalarga chegirma e'lon qilingan deyildi. Mana shu reyslarimiz qayerdan bo'ladi? O'sha Farg'ona, Namangan, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha bor. Albatta. Kunora Toshkentdan 14-dekabrgacha va oyda oxir dekabrgacha nimamiz bor, reyslarimiz bor. Biz hozir asosiy chegirmamiz 14-dekabrgacha. Har kuni Toshkentdan reyslarimiz bor. 14-dekabrgacha chegirma lekin. Xo'p, Farg'ona, Namangandan 14-dekabrgacha katta chegirmamiz e'lon qilganmiz. Xo'p, hozir narxlarini aytib o'tib ketamiz. Dekabrda oyda oxirigacha ham Farg'onadan ham, Namangandan ham, Toshkentdan ham reyslarimiz bor. Asosiy bugungi videomiz chegirmali narxda bo'lganligi uchun obunachilarimiz ulgib qoladi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda narxlarni necha pul qilib berasiz chegirma narxida? Xo'p, chegirma narxida Toshkent, Farg'ona, Namanganda $925 qilib beramiz. $925 to'g'ridan-to'g'ri parvozlar. Primo reyslarda. Bu standart plus paket. Standart plus paket. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ulgurib qolinglar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Centrum Holidays tur firmasining ashaddiy obunachilari uchun maxsus videorolik bo'lyapti do'stlar. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi, hoji aka? To'lovlarni bizga quyidagi raqamlar orqali Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. 12 ta viloyatdan bemalol qo'ng'iroq qilib bizga Zagram pasportlarni taqdim qilishadi. Biz bularga Centrum Holidays bank shot raqamlarini beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib bemalol to'lovlarni amalga oshirsa bo'laveradi. Ha, sizga ya'ni chekini tashlab bersa, albatta onlayn ham xizmat qilaveramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, ko'rdilaring, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Albatta ulgurib qoling. Yaxshi niyat qilib yurganlar kommentariyada niyat qildim, inshaalloh biz ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz sizga eng ishonchlisini taqdim etamiz. Hoji aka, rahmat sizga ham, xalqimiz uchun mana shunday chegirmalar qilishdan to'xtamang. Rahmat. Omon bo'linglar.